Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kogon shahri Xalqlar do'stligi ko'chasi, mana shu yerda elektrosvet piyodalar yo'laklarni kovlab kabel o'tkazgan. Kabel o'tkazib 2-3 ta domga keladigan turbani urgan. Domda ayrim kvartiralarda suv yo'q. Shuni tegishli tashkilotlardan e'tibor bermasliklarini, mana shunaqa yo'laklarni kovlash mumkinmi bularga, keyin buni o'z holatiga qaytararlarmi? Mana asfalt yer bu. Asfalt yerni o'z holatiga qaytararlarmi bilmaymiz. Mana ko'ramiz, hammasini bo'lgandan keyin bu yo'la yana nashr qilamiz. Xalqlar do'stligi ko'chasi 9-dom orasi oxirigacha mana shunday ketgan.